Mana bu tanklar hammasi bir vaqtda 500 ming dollarga qarab o't ochadi. Va sog' qolgan pullarni men Blake'ga beraman. Xavotir olma, men senga kredit kartami beraman. Va sen bu pullarni tank otadigan o'qdan himoya qilish uchun qobib yasashda xohlagan narsangni sotib olishing mumkin. Xohlagan narsamni qurishim mumkin. Lekin seni 24 soat vaqting bor. Keyin biz o't ochishni boshlaymiz. Qani oldinga. Yaxshi, ortimdan bolalar gapini tugatmasimdan yugurib ketdi. Birinchi bo'lib qayerga borasan? Axlatxonaga boraman. Dastlabki 3 soatini pulni himoya qilish uchun barcha turdagi metal vagonlarga sarfladi. Shunday qilib, ularda metal borga o'xshaydi. Uning narxi 30 ming dollar bo'lsa kerak. Buni hamma yuk mashinalarini olaman. Ikkinchi gaping, senga hamma mashina kerakmi? Siz menga vagonlaringizni sota olasizmi? Ortimdan yur. Ha, yaxshi. Bular aniq pulni tepasidan yordam beradi. Blake bitta axlatxona bilan cheklanib qolmadi, chunki u kam. Bu hiylasini u ikkinchi marta ham ishlatmoqchi bo'lyapti. Men sotib olgan narsalarni barchasini 12 soat ichida yetkazib berishingizni xohlayman. 12 soat. Men hatto 2 barobar to'lashga tayyorman. Yaxshi olib boraman. U meni pullarimni tez sarflay boshladi. 15 ming dollar. Narsalarimiz kelguncha biz pul muammosiga yana qaytib keldik. Blake pulni asrash uchun reja tuzyapti. Shuncha vaqt ichida sen reja tuzding. Qanday qilib bu pulni tank o'qlaridan himoya qilishga qaror qilding? Biz birinchi bo'lib pulni ustini vagon bilan yopamiz. Bu rostdan ham yaxshi fikr. Ikkinchi bo'lib katta boklarda bu yerga suvlar qo'yamiz. Yaxshi to'siq deb o'ylaysan? Yaxshi, ortiqchalik qilmaydi. Uchinchi bo'lib vagonni o'tin, g'ish va somonlar bilan to'ldiramiz. Va to'rtinchi bo'lib biz yangi olib kelgan eski mashinalarni qo'yamiz. O'tgan videoda tank o'qlari mashinaga teganda burilib ketganini ko'rgandim. Agar haqiqatan ham bu to'siqlar ish bersa, men haqiqatan ham hayron qolaman. Ishni boshlaymiz. Omad. Endi Blake buyurtma qilgan narsalar kelguncha 4 soat kutish kerak. Unga berilgan vazifani bajarish uchun yangi ishchilarni yolladi. Men qurgan bu to'siqlarga hatto atom bomba ham hech narsa qila olmaydi. Demak, pullarga ham hech narsa bo'lmaydi. Bu xuddi ishlab chiqarish qurilishiga o'xshaydi. Blake'da yaxshi sharoit bor pullarni saqlab qolish uchun. Hatto bu to'siqlar ortida 500 ming dollar bo'lishiga qaramasdan tanklar 4 tarafdan o'q uzadi. Blake'ning bu to'siqlari bunga dosh bera olarmikin? Hazillashmayapman, bundan keyingi sinovlar bundan ham qiyinroq bo'ladi. Bu pulni saqlab qolish uchun kechasi bilan uxlamasdan tinimsiz harakat qilishdi. Hatto tong otsa ham ular ishni hali ham tugatishgani yo'q. Ha, yaxshi. Pul bu yerda turibdi, tanklar esa bu yerda. Bu mashina nimaga kerak? Bu ortib qolgan mashina, bolakay. Sen bu qolgan mashinangni tank va pullar orasiga qo'y. Ha, menga 10 daqiqa ber, buni qo'yaman. Senda 5 daqiqa bor. Men endi nimadir qilishga ulgurmayman deb o'ylayman. Vaqt tugadi. To'xta, vaqt tugadi. Tushir uni. Uzoqroqqa ket. Blake, vaqt tugadi. Mustahkam ko'rinadi. Ketdik tank oldiga. Men 25 soatlab tik oyoqda turib uxlamasdan harakat qildim. Men bularni ko'ryapman. To'siq baquvvatga o'xshaydi, lekin bu yoqqa qarasam 5 yirtqich bo'ladi. Bular o'tadigan katta o'qlarga men qurgan to'sig'im dosh beradimi yo'qmi Bu vagonlaring dosh beradi deb o'ylaysanmi? 3 tasiga dosh bersa kerak. O, jin ursin. Yaxshi, boshladik. Tanklarni o'qlang. Xullas, bu 5 ta tank. Endi seni pullaringga qarab 20 ta o't ochadi. Blake, birinchi bo'lib sen otasan. Qancha chang edi? Yo xudoyim, yuziga qara. Blake'ning yuziga qara. Blake'ning tomi ketdi. Yana 19 ta qoldimi? Yana 19 ta otamiz. Chandler, o't och.